Aziz do'stlar, endi e'tiboringizga Feruza Jumaniyozovaning hayotidan olingan ayrim lavhalarni havola etamiz. Nomingizni tilga olsam, mehri ummon onajon. Faxr eturmiz siz bilan har yerda har on onajon. Belga quvvat, dilga darmon erur har so'zingiz, ham muruvvatli aziz farzandga posbon onajon. Azizlar, Feruzaning san'atda bu darajaga erishishida uning aziz onajonlari Zuhraxon opamizning mehnatlari behisob. Mehribon ona, hurmatli ustoz, uning birinchi tanqidchisi, prodyuseri, homiysi, dizayneri ham, unga kuch-quvvat, madad berib turuvchi ham Zuhraxon onamiz. Onajon, farzandingizga bergan mehringiz, muruvvatingiz uchun siz ta'zim qilamiz. Yuragingda g'am bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. G'am chekkani dam bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Baxtli kechar onlaring, dard bilmagay jonlaring. Kulfatlaring ham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Izingda qolib ko'zi, asragay seni o'zi. Kiprigingda nam bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Navo solib sehridan, davo olib mehridan, ruhing o'chgan sham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa. Baland bilib izzatin, mudom qilgin xizmatin. Aziz boshing ham bo'lmas, mehribon onang bo'lsa.
ko'chasidan yaraqlab yurmay, xoyu havaslardan charaqlab turmay, ko'ngil ko'chasida yaraqlab yurmay, o'z taqdir kitobin varaqlab ko'rmay, bolasin o'ylagan onajonimsiz, bolasin o'ylagan onajonimsiz. Yurmog'in tuzatgan buloq o'zingiz, yuzimda yoshlaring to'kar ko'zingiz, jonimni asraydi duo so'zingiz, baxtimdan so'ylagan onajonimsiz, baxtimdan so'ylagan onajonimsiz. Yashaysiz qismatga shukrlar qilib, shirin orzu yaxshi umidlar qurib, qomatin ko'rganda quvonib kulib, qomatin ko'rganda quvonib kulib, bo'yimni bo'ylagan onajonimsiz, bo'yimni bo'ylagan onajonimsiz. Siz shunday muattar, shunday tanho, oftob qalbingizdan oladi ziyon. Siz shunday beminnat, bir mehri daryo, yuragi kuylagan onajonimsiz, yuragi kuylagan onajonimsiz. Hoyu havaslardan charaqlab turmay, ko'ngil ko'chasida yaraqlab yurmay, hoyu havaslardan charaqlab turmay, ko'ngil ko'chasida yaraqlab yurmay, o'z taqdir kitobin varaqlab ko'rmay, o'z taqdir kitobin varaqlab ko'rmay, bolasin o'ylagan onajonimsiz, bolasin o'ylagan onajonimsiz, 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 onajonimsiz. Men bu qo'shig'imni o'zimni onajonim uchun bag'ishlaganman va dunyodagi aziz, chiroyli onajonlarimiz uchun bag'ishlaganman. Hammalaringizni o'tib ketgan bo'lsa ham 8-mart bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammalaring shunaqa ochilib, sochilib, gulday yashnab yuringlar. Xudoyim hammalaringizni tilaklaringizni bersin. Xudoyim meni ham onajonimni umrini uzoq qilsin, baxtimga sog' bo'lsin. Sog' bo'ling onajon. Rahmat.
qo'shiqlarimiz davom etadi. Hey, xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artisti Olmoxon Hayitova ustozimiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Aziz do'stlar, hammangizga katta rahmat. Shu Feruza qizimizni hurmat qilib kelganlaringiz uchun, shunday chiroyli qizimiz, shunday yaxshi ashulachi, shunday qizlarimiz ko'payversin. Xalqimizga, elimizga, butun yurtimizga, prezidentimizga sodiq xizmat qiladigan chiroyli ashulachi bo'lib yetishsinlar. Aziz do'stlar, Feruzaxon Ali endi 18 ga kirdi. Bundan keyin juda mustahkam ashulalarni yodlab, sizlarning yuragingizdan o'rin oladigan ashulalarni chiroyli qilib aytishda hamisha Feruzaxona Alloh taolo hamisha o'z nazarini solsin. Judayam bir ferishtali, judayam bir chiroyli qizimiz. Ömrü uzoq bo'lsin. Buni tarbiya qilgan Zo'raxon meni shogirdim. Onasi ham meni shogirdim. Feruzaxonga Zo'raxon sizga katta rahmat. Uzoq umr tilaymiz. Shunday chiroyli qizlarda yana bir ikkitasini tug'ing. Katta rahmat. Aman bo'linglar qizim. Senga sog'lik, salomatlik tilayman. Ijodingga katta muvaffaqiyat tilayman. Hamisha xalqimizning baxtini sog' salomat bo'l. Rahmat. Quyosh kuyib kul bo'lmas ekan, oy uzilib gul bo'lmas ekan, bu yulduzlar til bilmas ekan, osmonida nima bor bizga, yo'lga challar ishdan uzoqlar. Gülden yıraklar, göz açmasa yenge buraklar, armonida nima bor bizga, armonida nima bor bizga. Yıkılmagan yigitdek sarxush, keksa polvon ko'rib yotar tush, bir belbog'siz buyursa yumush, maydonida nima bor bizga, mehmon ko'rmay o'tgan nagasni, qalbi ko'rsiz tutib nafasni,
Marhamat, qo'shiqlarimiz davom etadi. Bu hasrat besaraf todat azalidan jonim bo'lsa kerak sen esa yana qalbim fe'liga begonaga qolsang kerak bu hasrat besaraf todat azalidan jonim bo'lsa kerak sen esa yana qalbim fe'liga begonaga qolsang kerak Marhamat, qo'shiqlarimiz davom etadi. Yarashibdimi? Ko'zlarimdan durdona nahot qadrim bilmaydi
qadimiy shuhrating go'zal Xorazm, senda o'zgachadir tantana bazm. Komiljon nafasdir har bir hofizing, chapdast raqsga tushar har yigit qizing. Ana endi ko'ring davra olib keng. Akarsu dillaylanıp ah ah ya, başım gitti aylanıp ah ah ya, yüreğimde bir yigit ah ah ya hey, kaldı canı caylanıp ah ah ya, kaldı canı caylanıp ah ah ya, ah ah ya hey ya hey ah hey ah. İşte geceden atadı ah ah hey ah, sakın çıkmayı atadı ah ah hey ah, beni bir bağrıylamaz ah ah hey
raqs guruhlari Sabo, O'zbekim yulduzlari, O'zbekiston, Misteriya, Politmesterlar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Karima Uzoqova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qoraqalpog'iston xalq artisti Muyassar Sotiboldiyeva, O'zbekiston xalq artisti Qodir Mo'minov, Muborak Mirzayeva, Alesa Yemelyanova, konsert dasturi rejissyori O'zbekiston xalq artisti davlat mukofotining sovrindori Abdurashid Rahimov. Ko'p yillardan beri yosh ijrochilarni katta sahnaga chiqishini uyushtirib kelayotgan tashkilotchi va prodyuser Navo konsert rahbari Isroil G'ulomov, Muqayyo G'ulomova. Sahna bezaklarini Sergey Chernenko tayyorlagan. Liboslarni tayyorlagan Sherzod Fayziyev. Chiroqchi Igor Iyosis. Farhod Saidov rahbarligidagi Sarbon guruhi. Sizlar bilan konsert davomida birga bo'lgan men O'tkir Sidiqov va o'z qo'shiqlarini sizlarga taqdim etgan xonanda Nihol mukofotining sovrindori Feruza Jumaniyodova. Rahmat. Diktorimiz O'tkir Sidiqov. Feruza. Aziz do'stlar, biz sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Biz sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.